Xudoyzod mahallasidamiz. Xudoyzod mahallasi, ya'ni Mo'jiza to'yxonasidan to'g'ri kirib kelganimizda 35-maktabdan o'tgan joyimizda kattakon 29 sotixli turar joy hujjatlari, turar joy bo'lgan joyimiz sotuvga chiqyapti. 29 sotixni ichiga kirmaydi bu. Mana 7 sotix ko'rishingiz mumkin, 7 sotixli bedapoyamiz bor. Mana shu 29 sotixli ichiga kirmaydi bu, chunki ko'cha tarafdagi xodimiz, bu yerda esa palivnoy suvlar ham bor ekan. Bu joyimizga qarang, to'liq 5-6 ta mashina ketadi. Transformatorni aytadigan bo'lsak, tok bo'yicha muammo yo'q, chunki alohida transformator shu kishi uchun, ya'ni siz olsangiz, siz uchun xizmat qiladi. Mana shu transformator aynan sizniki bo'ladi. Transformatori, toki, gazi, suvi, kachalka, bir bolalar har narsa qilgan ekan. Qarochi, yashashga juda ham tayyor. Mana ko'rishingiz mumkin. 10 ta 15 ta kamera ko'rdim. 10 ta 15 ta kameralar o'rnatilgan. Yana sizlarga hozir gaz, suv, svetda muammo yo'qligini mana ko'rishingiz mumkin. Kameralar o'rnatilgan bu tarafda. Mana gazda umuman muammo yo'q. Mana gaz balandligini ko'rishingiz mumkin. Kunlar sovib boshladi. Shuning uchun gazlarni ham hozir joylarini tekshirib olsalar o'zlariga qulay bo'ladi. Bu tarafda 600 kvadratdan iborat bo'lgan bahaybat zdaniyamiz ham qurilgan ekan. 600 kvadrat ichida ishlab chiqarish qilingan va ishlab turgan ekan. Kelishsalaring yana gaplashaverasizlar. Bu tarafda hovuzlari bor. Ko'rishingiz mumkin, hovuzga bemalol o'zi suv tushib, o'zi to'ldirib, hamma narsasini ajoyib qilib qo'yibdi. Endi buni ichkarilarini ko'rsatib yotishga vaqtimiz yo'q. Bu taraflarini ko'rishingiz mumkin. Kengina joy. Bu tarafda ham bedapoyalari bor. Hamma narsasi yaxshi. Mana shu joyni o'zini mabodoki siz buzsangiz ham 600-700 million atrofida sizga foyda keltiradi. Buni buzishni iloji bo'lsa buzmay turib ishlab chiqarish qilsangiz juda ham ajoyib bo'ladi. Narxini oxirida aytaman. Egalari nomerini qoldiramiz. Egalari bilan promga gaplashasizlar. Ko'rishingiz mumkin, xashak soladigan joylari, somonxonalari. Bu tarafda esa molxonalari, mana qo'ylar boqib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Hamma sharoitni o'zi uchun qilgan. Mana qo'ylariga ham bitta qarasalang bo'laman. Mana qo'ylar ham bor ekan. Hamma sharoit qilingan joyimiz. Orqa tarafida yerlari bor. Orqa taraflarini ham ko'rsatamiz hozir mana. Orqa tarafida ham yerlari bor. Mana shu joyimiz sotuvga chiqyapti. Bu binoni balandligiga bitta e'tibor berasizlar, kamida 6-7 metr balandlikda qurilgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, 6-7 metr bemalol chiqadi. Mana shu joyimiz kimni qiziqtirsa, egalari bilan promga gaplashasizlar. Juda ham ko'p xomashyo sarflagan bu joyni qurish uchun. Turar joy, dokumenti turar joy, ya'ni 29 sotix bo'lishiga qaramasdan turar joy bemalol 3 kishi, 4 kishi kelib uy qurib olaman desangiz ham mana shu joyni buzib bemalol 3 ta 4 ta uy bo'lib ketadi. Mana shu joyimiz sotuvda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini yo'lning ustidan, Xudoyzodni yo'lining ustida joylashgan joyimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 145 ming dollar deyishmoqda egalari. Egalari yaxshi odamlar ekan. Kelib savdo qilsangiz kelishtirib beradi. 3 ta 4 ta og'ayningiz bo'lsa, kelib bosyorsangiz bo'lar ekan. Kimni mana shunday uylar qiziqtirsa, bemalol bizga podpiska qo'yib qo'ysalang, mana shunday joylarni biz ko'proq chiqarishga harakat qilamiz.